Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yana bitta obyektimizning qozonxonasi, ya'ni kotelnisini ko'tarib o'tishga harakat qilaman. Bu obyektimiz deyarli 650-700 kvadratga uchun xizmat qilmoqda. 650 kvadratdan oshiq uchastkamiz uchun xizmat qilmoqda. Xo'p. Ancha bo'lib ketgan. Tozaligi to'g'risizlar. Mana shu joyimiz ochiq. Lekin chang bo'lishiga qaramasdan kotelimiz akkuratni idealni holati turibdi. Xo'p. Ikkita 3 ta nasos qo'yganmiz. Bitta nasosimiz to'pli bo'limiz uchun, ikkinchi nasosimiz ham to'pli bo'lish uchun, uchinchi nasosimiz radiatorimiz uchun xizmat qiladi. Boilerimizni qo'yganmiz. 300 litrli bitta boiler qo'yganmiz. Boilerimizni kotelimizni istal, ya'ni boilerimizdan suvini kotelimiz isitib beradi. Boiler o'qiydigan kotel qo'yganmiz. Gazviy nakopitelimizga to'g'risizlar. Mana shu gazviy nakopitel nimaga kerak deganlar uchun gaz, mana shu kirayotgan gazni bir me'yorda ikkita kotelimizga taqsimlab beradi. Shuning uchun gazviy nakopitel qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda bak qo'yganmiz. Narigi xonamizda mana shu kotelimizning orqasida bak bor. Sovuq suvga bakdan chiqayotgan turgan suvimiz nasosimizga keladi. Nasosimiz общий sistemamizga suv haydab beradi. Xo'p, sirkulyatsiya nasoschamizni, resirkulyatsiya nasoschamizni tepaga qo'ydik, chunki ishlashga qulay bo'lishi uchun kotelimizning razmeriga aytsak 1.20 ga naqasi 2.5 metr joyga mana shu kotelimizni siqtirganmiz. Lekin haqiqatdan akkuratni idealni chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Bitta filtr qo'yganmiz, обычный. Lekin kattaroq filtr qo'yganmiz. Filtr orqali suvimiz sistemamizga tarqamoqda. Rashmaklarimizni qo'yganmiz. Mamiga bitta parapushka qo'yib yuborishimiz kerak. Olti barlimi. Xo'p. Rashmaklarimizni ko'rishingiz mumkin. Zapravkani ichiga qo'yganmiz. Sistemamizga zapravka mana shundan bo'ladi. Taglariga e'tibor qilsanglar uni. Обратный klapanlar bilan to'g'rilab chiroyli qo'yganmiz. Ishimiz mana shunaqa holatda. Baho berish baribir o'zingizlar, lekin qo'ldan kelgancha akkuratni idealni qilishga harakat qilganmiz. Darslar sal ochilib to'g'ri qo'yamiz. Separator, deslamator qo'yganmiz. Har doimgidek suvni tarkibidagi so'z metallarni ishlab qoladi. Deslamatorimiz bu suvimizdan tarkibidagi havoni chiqazib tashlash uchun xizmat qiladi. Har bitta konturimizni ko'rish uchun termometrlar qo'yganmiz. Eng qiziq joyi mana shuga. Qaranglar. Baho berish o'zingizlardan. Yoqqan bo'lsa, ayamaysizlar. Kommentariyada fikringizni kutamiz. Joningiz sog' bo'lsin.